bolam tug'ilgandan beri chaqaloqligida juda aqlli, meni qiynamaydi, ko'p uxlaydi deb o'ylayapsizmi? Unda bu videoni ko'ring. Radonga yaxshi edi. To'yga aytdim, o'sha chaqaga qotishni boshladi. Kechasi 3 kechasi emdi, keyin bugun kuni bo'yi emmay qo'ydi. Umuman beraman, og'zidan to'kilib ketadi. Mana xuddi shu boladagi sizni ham bolangizda sariqlik bo'lsa va u haddan tashqari ko'p uxlasa, emishga ham turmasa, emgan payti tez charchab qolsa, bu aynan bilirubin miyasiga intoksikatsiya berayotganda, ya'ni bilirubin va ensefalopatiya bo'layotgandan dalolat berishi mumkin. Va bu bolada albatta qonda bilirubinni tekshirib va bu bilirubinni qondagi miqdorini tushirishga harakat qilish kerak. Va bu zudlik bilan amalga oshirish kerak. Aynan shunaqa fotolampadan foydalangan bo'lsangiz, bu sizga tez va samarali usul hisoblanadi va tez va samarali davolashda yordam beradi.